Toyota uni ishga olmadi. Loyihalar urush sabab barbod bo'ldi. Yillar davomida ishsiz qoldi. Bu hikoya senga tanish bo'lib tuyuladi. Bu Soichiro Honda hikoyasi. Agar bugun sen ham ketma-ket omadsizliklarga duch kelayotgan bo'lsang, bu hikoya senga tanish bo'lib tuyuladi. Yosh Honda mashinalarni sevardi. U muhandis bo'lishni xohladi, lekin ish izlab Toyota kompaniyasiga borganida uni injener sifatida qabul qilishmadi. Bu uning birinchi katta zarbasi edi. Keyin urush boshlandi. Honda boshlab yuborgan loyihalar, bombardimonlar va falokatlar sabab birin-ketin yo'qqa chiqdi. Pul yo'q, ishsizlik, kelajak noma'lum. Ko'pchilik shu joyda taslim bo'lardi. Lekin Honda bunday emas edi. Bekorchi va umidsiz kunlarning birida u dvigatel va velosipeddan foydalanib, kichik mototsikl yasay boshladi. Bu shunchaki taslim bo'lmaslik harakati edi. Odamlar bu mototsiklga qiziqa boshladi. Buyurtmalar ko'paydi va Honda o'zining kichik ustaxonasini ochdi. Shu paytdan boshlab Honda nomli brend tug'ildi. Yillar o'tdi. Mehnat, xatolar, tunlar va sabr. Bugun esa biz video o'yinlarda, ko'chalarda, musobaqalarda uning mashinalarini haydab yuribmiz. Honda dunyodagi eng ishonchli brendlardan biri bo'ldi. Soichiro Honda oddiy temirchi oilasida tug'ilgan, lekin u bitta narsani hech qachon yo'qotmadi. Har bir omadsizlik yangi yo'l bo'lishi mumkinligini. Agar bugun sen ham rad etilgan bo'lsang yoki ishlar ketma-ket yurishmayotgan bo'lsa, balki bu yakun emasdir. Balki sening Honda bo'lishingning boshlanishidir. Agar shunaqa hayotiy, hayratlanarli hikoyalar yoqsa, obuna bo'l. Bu tasodifiy kanal emas, bu ta'sir. YouTube'ga endi kirganimni hisobga olganda, men sizlar bilan ko'rishib gaplashishni juda ham xohlagan bo'lardim. Lekin hozirda YouTube videolar uchun monetizatsiyani O'zbekiston hududida o'chirgan va bu YouTuberlar uchun katta muammo. Men ham sizlar bilan ko'rishib video qilishni juda ham xohlagan bo'lardim va bunda sizlardan yordam kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.